Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli, fayzli joylarda, xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Kirgilida, Kirgili mozor bor. Kirgili mozorning oldida kattagina hovlini 5 sotik joyi bitta xonasi bilan sotuvga chiqyapti ekan. Narxi qancha deysizmi? Narxi 45 ming dollar baho so'ralyapti. Kelishiladigan joyi bor. Shu joyda sizlarga chiroyli qilib bitta obzor qilib beraman do'stlar. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Bu darvoza xona do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Chap qo'l tomonimizda bitta alohida xonasi bor va bu tomonda mana molxonalari bor. Molxonadan endi mana bunaqangi narsalar, jihozlar chiqib ketadi. Tepadagi somon-pomon shunga o'xshagan narsalar, lekin materiali qoladi do'stlar. Bemalol shu tomonga chiroyli qilib to'rxona uy solib qo'ysangiz bo'ladi. Endi videoni oxirigacha ko'rsalaring, tashqari hududlarga ham qatdan kiriladi, qanaqa bo'ladi, hamma sharoitlar aytib o'tiladi. Bu yerda bitta naves qilib qo'yilgan, bu yerda bitta tandirga o'choq joyimiz bor. Bu tomonda bitta xonasi, eshik romlari akfadan shu vaqtdan chiqqan, svet montajlari, suv montajlari bo'lgan. Endi qarang do'stlar, ushbu xonada yashab turib, bemalol bu tomonga 4 xona, 5 xona uyni solib turib, keyin buni sekin buzib yuborsangiz bo'laveradi. Mevali daraxtlarimiz har xil turdagisi bor. Holati zo'r, kattagina hovli, bu o'sha tomonga qarab ketadi. Endi chegara qatdan bo'ladigan insonlarga chegara balkim shu hojatxonani qirg'og'idan devor tortilar. Balkim do'stlar shu daraxt oldidan devor tortilar. Bu sizga shu tomonda 5 sotigini ajratib berishadi. Qaysi tomonga kelishidan qat'iy nazar do'stlar. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Manzillarni yana bir karra tushuntirib beraman. Farg'ona shahar Kirgili mozorda do'stlar, ushbu 5 sotik bir xona joy bor. Bu tomonda molxonaga joy bor. Ushbu yer uchastka hovli uyimiz sotuvga chiqyapti. Narx aytib o'tgandek 45 ming dollar baho so'ralyapti. Kelishiladigan joy bor ekan. Ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, ushbu xonadonda bitta qo'ldan xarid qilishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosish, obuna bo'lishingizdan chiqmasin va shunaqangi yer uchastkasi so'ragan do'stlarga ushbu yer uchastkani podelitsa qilib tarqatib qo'yinglar. E'lonlar uchun nomerlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11. 24 soat davomida sizlarning xizmatlaringda aksiyamizda ishtirok etib 250 ming so'm evaziga reklamalaringizni chiroyli qilib obzor qilishlaring mumkin. Hozir sizlar bilan tashqari hududga chiqamiz, hududni 100% ko'rsatib, keyin sizlar bilan xayrlashamiz, hurmatli obunachilarim. Xo'p do'stlar, bu o'sha darvoza tomon qismi, ko'rishingiz mumkin, bu oldi fasad qismi. Bu tomondan yurib chiqib ketadigan bo'lsak, Kirgiliga yurib chiqib ketamiz. Bu tomondan to'g'ri bu tomonga tushib boradigan bo'lsak, kombinatga tushib ketamiz. Hozir biz bu tomondan Ruxsor radiosi tomondagi ko'cha hududlarini ko'rsatib, sizlar bilan xayrlashamiz.